Yangi O'zbekiston ilm-fani oliy ta'limi tarixida alohida bir sahifa ochgan Qo'qon universitetining Andijon filiali bugun nafaqat yoshlarni, unga tashrif buyurayotgan har bir insonni boshqacha to'lqinlantirayotganini alohida e'tirof etishimiz kerak. Bu yerda berilayotgan ta'lim, yoshlarga yaratilgan cheksiz imkoniyatlar va o'sha yoshlarning bu imkoniyatlardan unumli foydalanib erishayotgan yutuqlari, jahon olimpiadalarida, Osiyo olimpiadalarida olayotgan o'rinlari, ertangi Yangi O'zbekiston ilm-fani muvaffaqiyatlarini yelkasida baralla baland ko'tarib, Yangi O'zbekiston farzandiman degan tuyg'u bilan, g'urur bilan harakat qilishga intilishlari odamni hayajonga boshlaydi. Biz istaymizki, bu yerda yaratilgan shuncha imkoniyatlar, cheksiz sharoitlar faqat ta'lim olish uchun, faqatgina bilimga ega bo'lish uchun va ertaga 3-Renessans bunyodkori o'laroq kamol topish uchun yaratib berilgan barcha imkoniyatlar va umuman mamlakatimiz ilm-fani tarixida Qo'qon universitetining Andijon filiali ochgan bu sahifa hali tarix varaqlariga alohida oltin harflar bilan yoziladi va bu universitetning shon-shuhrati nafaqat o'lkamizda, balki butun dunyoga ham taraladi.